Mercedes G63 Dodge, Luhu Lansing Shingji, Lamborghini UF, Mengching R, Cadillac Kaleido, Rolls-Royce Cullinan. Dünyadaki en güçlü məxluq atalgan yoyo maşınlar şunamı? Bu maşınlarni yaxşı görmeydigan oğullar, erler yo'q deyman. Her bir erlerning ko'nglida bir oxirgi nishon bo'lishi mumkin bu. Ondaqda bugun bu maşınlarning bir musobaqasini huzurlab baqaylik ha. Hamda nima bu temani so'zlab qaldingiz deganda, men bu maşınlarni yaxshi ko'rmak, shu olgandan keyin nayt amra. Şunun için ma'qulini yoqtirib qilib, tang huzurlanni boshqalarga sunay deb qoldim bo'pmi ya? Quruq gapni qo'yib, avval mashinalarni bir tunishtirib o'tay ya. Mercedes G-Liosan 4.0T Shuangwu'dan so'ng ya V-Ba motor, V-Ba shunayman V-Ba. 9 korobkalık Show-GT 4 çaq so'raydi. 585 mali, 850 New'cu. Maşının ağırlığı 2607 kilogram. Luhu Lansing 4 Shuangwu'dan so'ng ya V-Ba motor 8 xotluk ko'rib hisoblangan bunu 4 çaq so'raydi. 615 at kuchi, 750 New'cu. Maşının ağırlığı 2875 kilogram. Demiş maşının ağırlığını mataytan deydi deb o'ylab qolmam, 200 metrlik jasusak ağırlıklı süratine ait tesir gösteriyor. Lamborghini Urus 4.0T Shuangwu'dan so'ng ya V-Ba motor 8 xotluk korobka, bunu 4 çaq so'raydi. 640 at kuchi, 850 New'cu. Maşının ağırlığı 2150. Ford Mengching R 5.2 TT G-Shizong ya V-Ba motor 10 xotluk korobka, bunu 4 çaq so'raydi. 710 at kuchi, 867 New'cu. Maşının ağırlığı 3037 kilo. 3 tonnadan artıq en ağır maşın Mengching R. Cadillac Kaleido V 6.2 TT G-Shizong ya V-Ba motor. Bunu 10 xotluk korobka, 4 çaq so'raydi. 682 mali, 885 New'cu, 2813 kilogram. Rolls-Royce Cullinan 6.7T V12 motor, 8 xotluk korobka, 4 çaq so'raydi. 600 mali, 900 New'cu, 2660 kilo. Mana 6 tal maşının umum uçurumu şundaq. Unda olsa musabaqaning oxirgi natijasini ko'rmay turiblar, ko'nglingizdagi bir mashina tanlab ketganlar. Nima bo'lsa mashina eng yoqtirma deb. Bu mashinalarning ichidan mening eng yoqtirganim Benz Dodge bilan Ford Mengching R. Mush ikkisini eng yoqtirma. Unda olsa quruq gap ketdi, musabaqaga ketdik. Men yo'l sal takip qilg'achqa musabaqani 2 qismga bo'ldik. Birinchi qatimda Ford Mengching R, Rolls-Royce, Cadillac, Luhu Lansing 4. Endi mush musabaqada birinchi o'g'ini, qolgan ikkisidan ikkinchi maydon musabaqaga tushdi. G'oj-g'alay! Yibe! Birinci maydon musobaqa ayaqlashdi. Ford Mengching R. Birinci Cadillac 12.7 skor bilan ikkinchi, Rolls-Royce 12.9 bilan uchinchi, Luhu Lansing 13.1 bilan to'rtinchi. Bundan ikkinchi maydon musobaqa Ford Mengching, Benz Dodge, Lamborghini 3 tan tushdi hamda. Musobaqa ayaqlashdi. Qarsak Lamborghini UF 11.7 sekund bilan birinchi, Mengching R 12 sekund bilan ikkinchi bo'ldi. Hamda bu yerki Lamborghinining yo'yosimi asli yo'yochidagi bir paucha. Uning ustiga mush mashinalarning ichida jug'i eng kichigi, og'irligi eng yengigi mashu, shunami? Hamda bu yerki Ford Mengching R degan bir pika, uning ustiga eng og'ir choqqa qarab qo'yganlar yo'yochaqga bu. Demak, bu mashinaning bir g'alit maxluq ekanligi haqiqatan rost. Unda musobaqa natijasi tugagandan keyin bir tanlab qo'yinglar, sizlar qaysi mashina tanlagan deysizlar?